Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum, tinchligimiz posbonlari. Harbiylarimiz hayotiy xizmat faoliyatidan so'zlovchi vatanparvar ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Armiya sporti sahifasi. Unda siz hafta davomida Mudofaa vazirligi harbiy sportchilari tomonidan erishilgan g'alabalar, so'nggi sport yangiliklari bilan yaqindan tanishasiz. Marhamat. Joriy yilning 1-9 noyabr kunlari Eron Islom Respublikasining Bobolsar shahrida harbiylar o'rtasida sportning og'ir atletika turi bo'yicha challenge musobaqasi o'tkazildi. Mazkur nufuzli musobaqada Mudofaa vazirligi terma jamoasi a'zolari yuqori mahorat, matonat va fidoyilik namunasini ko'rsatib, bitta oltin, 8 ta kumush va 6 ta bronza medallar shodasini bilan yurtimizga qaytishdi. G'olib jamoamizni Toshkent xalqaro aeroportida Mudofaa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish markazi mas'ullari, O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi vakillari, harbiy xizmatchilar va sportchilarimizning yaqinlari tomonidan tantanali kutib olindi. Qarshi shahrida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan sportning duatlon turi bo'yicha O'zbekiston kubogi o'tkazildi. Shiddatli va murosasiz bahslarga boy tarzda kechgan bellashuvlarda 100 dan ortiq sportchilar o'z mahoratlarini namoyon qildilar. Duatlon musobaqasi shartiga ko'ra ishtirokchilar belgilangan masofani marsh yugurgan holatda va velosipedda bosib o'tishlari talab etiladi. Qatnashchilar turli yosh toifalarga bo'lingan holatda g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Ko'tarinki ruhda davom etgan bellashuvlar yakunida g'olib va sovrindorlarga diplom, medal hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 34 yilligiga bag'ishlangan mini futbol musobaqasiga qur'a tashlash bosqichi tashkillashtirildi. Mazkur musobaqa aloqachilar harbiy qismida O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari kuch tuzilmalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Unda oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalari kursantlari orasida iqtidorli sportchilarni saralab olishdan iborat. Eng asosiysi sport va sog'lomlashtirish jarayonlarining natijadorligini yangi O'zbekistonni barpo etish vazifalari bilan uzviy bog'lagan holda harbiylarni ushbu yo'nalishga qiziqtirishdir. Vatanparvar ko'rsatuvining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni yagona maqsad tinchlik va mustahkam mudofaa yo'li birlashtiradi. Ko'rsatuvimiz so'ngida har gal aytar so'zimiz. Unutmang, vatan himoyasi doimo ishonchli qo'llarda. Omon bo'ling.